Assalomu alaykum qadrli kanalimiz obunachilari, bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib borayotgan hurmatli yurtdoshlar. Bugun mana mevali ko'chatlar olam fermer xo'jaligi Andijon Paxtabod tumanidagi joylashgan pitovnigimizdagi yong'oq ko'chatlar. Bu 1 yasharli yong'oq ko'chatlar. Mana mevasini ko'ryapsizlar, 1 yoshli edi. Juda ham serhosil. Mana o'sha mevaga kirgan 10-15 ta mevasi bor. Mana bu yoqda mana bular ham mevada barchasi 100% mevaga kirgan. Mana bunisida ham to'liq mevalari mana ko'rishingiz mumkin. Mana juda ham serhosil, ideal. X145 Xitoy, X185 navlari bor. Bu ko'chatlarimiz kuzga tayyor bo'ladi. Ko'chatlarimiz hozirda tuvayda garashokda meva berib turgan yong'oqlarimiz ham bor. Garashokda o'zida meva beryapti. Tuvayda o'zida ham jo'natib berishimiz mumkin. Agar bularni yerdan ko'chiradigan bo'lsak, faqat kuz va bahor oylarida olishimiz mumkin bo'ladi. Zakaz beraverasizlar. Mana yong'oqlarimiz почти 100% mevaga kirgan. Mana bular ham mana mevalari. Bizni like bosib qo'llab-quvvatlab qo'yinglar, yaqin tanishlarga videoni ulashib qo'yinglar. Rahmat hammaga.